Assalomu alaykum. Tak, 7 modelimizni cho'ntakligidan keldi. Orqa tarafida sumkachasi bor. Tak, 6 ta 20 li akkumulyatori joylashgan. Xudo xohlasa 70-80 kilometrgacha yuradi. Yurgan masofasini ko'rmadim to'g'risi. Yurgan skuter 4.800.000 ga sotiladi. O'zi buni yangisini 8 millionga sotaman. 32 talik akkumulyatorli qiladigan bo'lsam 8,5 millionga chiqadi bu skuterlarim. Eng zo'ridan tablosi 25 tezlik bo'ladi, bemalol qilsangiz bo'ladi. Motor tarafini ham 25 yuradigan qilib foydalansangiz bo'ladi. Ertaga pravasiz degan paytda mana bunaqa simi bo'ladi bularda. Boshqa skuterlarda yo'q. Iltimos, telefon qilib ko'p bezovta qilyapsizlar. Bunaqa simi mana shu N17 yoki olmasam Y3 modelimda bo'ladi. Bu skuter yurgan skuterda oladiganlar bo'lsa, telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Telegramdan yozsanglar ham bo'ladi, Instagramdan yozsanglar ham bo'laveradi. Dastavkasini pulli qilib beramiz. Dastavkasi Toshkent shahargacha 200-300 ming so'm plus minus atrofida chiqadi. Sizlarga bir 5 millionga tushadi bu. Borgandan keyin pulini bersanglar ham bo'laveradi, xohlasanglar kartaga tashlasanglar ham bo'laveradi. Arzon skuter, katta skuter, arzonidan istayotganlar uchun.